Аңлаватқаныңлар Мәркәзи Халық радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Ədəbi anlatış proqramımızda anlaşılığını qarşı alırıq. Bugünkü proqramımızda yazğıcı Əbeydullah İbrahimning Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Dağ namlıq tarixi romanının davamını anlatırıq. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Padişahlarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar, bir umr dag'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini ta'tlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yutib bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylarda katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltim otqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Eyta, bu xosiyat qochtish qulubni kimning o'g'irlab olganini bilamsan? Bilmasang aytib beray. Buni akang o'g'irlagan. Dong Niyozning ko'zlari jamdek ochildi va dedi: Yo'qsa dada, akam unda ishni hargiz qilmaydi. Men uningga ishonaman. Uningga nima ish qilishinisan? U meni akam tursa, ey hamoqat, kim seni akangga ishon debdi? Hali bu akamkan, otang bo'lsa-mu gumonlan. Anang bo'lsa-mu gumonlan. Gezi kelsa, o'zingdan-mu gumonlan. deb chalvoqidi. Orqadilla: Sifahbek, bu dot tushqini 40 tari ur. Odam bolasiga ishonganning jazosini topsin, deb farmon qildi. Dong Niyoz to'liqdek yumulandi. Echinishliq chirqirib, olli to'g'ri ko'tirdi. Sipahning qonga bo'yalgan darisi uning yalang'ochlangan sag'risida yo'l-yo'l so'sini izlarini qoldirdi. U hushiga kelgan hamon lazlarni tishlab turib, "Hap, odam bolasiga ishondigan bo'lsam", deb qasam qilaverdi. Ilyas Mirza degani zodi kim? U rostilla aqlsiz odammi yoki quyruq ko'rsatib o'pka sotadigan hiligarmi? Yo'qotmoqchi bo'lgani to qaroqchilarmi yoki? Niyoz Sekinbek Monjuchi ustibosh bilan o'ri turgan peti to tun tang bo'lguncha xiyol surdi-yu, xiyolidan qanoatlangudek biror natija chiqara olmadi. Oxirida umidini Qudaloy va Hoshir Mahramga bog'ladi. Qashqardan pat-pat kelib turadigan oyg'oqchilar biror ishonchlik ma'lumot akelguncha shamolga qarab ori etish. Ilyas Mirzaning mudoasig'imu o'z planig'imu muvofiq keladigan taqchomoqchilarni yo'q qilish ishini qo'lga elib turish niyatiga keldi. Uning qiyosi bo'yicha bo'lganda Mirza Abbosning qotillari qo'lga tushib qolsa, Ilyas Mirza yoki ularni oldiga selib Qashqarga qaytardi. Yoki bo'lmasa, Xotanda qilib haqiqiy muddaosini oshkorlashga majbur bo'ladi. Dong Niyoz tong otay deganda ondan Monjuchi ustibosh bilanla takiyiga yon boshladi va kirpiki ilinmay tush ko'rgili turdi. Tushida hayvat cho'ng va egiz bir hashamatlik saroy ayon bo'ldi. To'ldirib selingan cho'g' rangli gilamdan o'zga hech qanday jabduq bo'lmagan bu saroyda g'oyat zo'r ishga bambu kursi turadi. G'alati yeri kursilarning birida qiyirib og'zida tishi qolmagan dongdor. Yana birida 7 a'zoyining hammasidan qon temib turgan Abbos Mirza o'ltiradi. Dongdorinmu Abbos Mirzamu shunchalik cho'ngiyib ketgan ediki, beshi to'risqa murisi tamg'a taqishadi. Qo'yga qopdek yo'g'on eg'izlarini echib, Niyoz Sekinbekni dam tortmoqchi bo'ladi. Quloqni pon qilib etgudek nari tortib, "Bu dachishqini 40 tari ur!" deb varqiraydi. Saroy to'rikidanmu tom, limlardanmu uzun qo'llarini so'zib, gelini kuch bilan bo'g'atdi. Niyoz Sekinbekning demi siqiladi.
Demi qancha siqilgan seri shuncha qattiq tipirlaydi. Bu uzun va kuchli qo'llardan qutulish uchun bor jini bilan tipichaklaydi. Ishik zanjirining qattiq siriqlishi Niyaz Hekimdakni yomon tushdan uyg'otibdi. Uning butun a'zoyi yelili suvga tushgandek ho'l bo'lib ketgan edi. Ritmdan ozgan yuragi ko'krak qatisiga bosgandek gupildab urilatdi. Yeli sirqirab og'riydi. Kim? İlyas Mirzibish keldi janoblari. İlyas Mirzibish keldi? Qaq sahartli o'rnidan turib olganiga qaraganda, aql hushi joyida odammi bu nima? Niyaz Hekimdak bir eg'inatla o'rnidan turdi. Oloqzodalik ichida usti beshini selib sanduqqa pomloqlab tiqdida quluplarni atdi. Kechsilik yopiqni yepib bo'lib, olmon-talmon eshikni ochdi. Uyg'onib, eshikni ochquchilik bo'lgan qisqali bir necha daqiqa Niyaz Hekimdakning tuyg'usiga burilish fursatini berolmagani uchunmi, uning diqqati helimu tush bilan reallik orasida qonqib yuradi. Qopoqdek esilgan kollasidagi vaqt va makon sezimi namoz jam gugumidek g'uva edi. Biroq guppida urilgan salqin havo uning xomush nervlarini uyg'otibdi. Yeni kelib, bo'suq oldida turgan İlyas Mirzining udul tikilgan ko'zlari uni sagiklashtirib, so'z harakatini birdilla normal holatga keltirdi. Assalomu alaykum. Obdan turdimmi Mirzam? Qani, Qubulxonaga iltifot qilg'aylar. İlyas Mirza hozir xolamaz salom yondirdi. Qubulxonaga kirib etib dedi. Ta'mincha xeyli sog'lomdek turdilar hokim begim. Tandurust odam deganning uyqusi obdan bo'ladi-da. U Qubulxonani tunji qitim ko'rayotgandek uyoq-bu yoqqa ko'z yugurtishga boshladi. Niyaz Hekimdek: "Nimasini deydilar Mirzam? Kaminlari Xudoning iltifoti bilan texi yaqindala bir o'limdan qutuldim. Hukmolaning ta'bir berishicha, yurt ishini deb o'zimni bek oldirib qo'yibdiman. Har kuni kechda divondan qaytib kelibla, ola hazal tun hassigacha joy namozda o'ltiraman. Ozroq yeni bo'lib, ko'zimning ochiqini chiqarib olibla, namoz bomdoddan forig' bo'lib, tam mushundoq chaqqicha tavba istig'for aytaman." İlyas Mirzining uyquchan odam ekan deb mansitmay qilishidan andisha qilgan Niyaz Hekimdek o'zini yetkuchi tushuntirib oldida gapni burib o'tmoqchi bo'lib so'radi. "Mirzam, yurtimizning ob-havosi yiqib qolgandekmi o'zlariga?" "Yoqmamdigan begim, yoqmamdigan. Sizlarga yoqqan havo bizgami yoqadi-da. Xudo nisib qilsa, mushunda xush havoliq yurtda bir umr yashab qolsa kishi." "Bir umr? Havasi yoqdi deb ketmay qolmag'idi bu rodipay." Noshtirliq tortildi. Turli tatliq turimlar, qandolat, murabbalar. Jinasida qizirib pishgan yog'liq to'qashlar. Hassal, qoymoqlar. Anjur, shapdul, uzum degandek ho'l quruq mevalar dostixonga bir keldi. Ishtaholiq İlyas Mirza uchun takallufning lozimi yo'q edi. U hamma leganlarga birdan qo'l uzartib, qo'rsqini rosa jo'ndab oldida choy o'tlab etib gap tashdi. "Qashqardaymiz, Xotandaymiz, udaymiz, budaymiz, lekin jahonda bizning Farg'onaga yetadigan yer yo'qchimi? Pah, daryolarda suv emas, bal eqib turgan. Bog'larida jannat xijil bo'layotgan hur pariylari tolchiviqdek to'lg'inib usul o'ynayotgan. Duttorlar sayrayotgan. Hey, u yerlar dunyo. Mirzining maqtashlarini quloq selib anglab o'ltirgan Niyaz Hekimdek hayajonlanganidan qoni chiqarib uchib ketgudek yerga yetdi. Eg'zini bir qancha marta tamshib olgandan keyin: "Said kelib, Alloh yo'l bersa, bizmi ashu Farg'onaliklarni ko'rib, ko'zimizni ichib kelsak. O'zlari rost deydilar Mirzam. Qashqar, Yakan, Xotan deb og'zimizga cho'ng olamiz. Lekin bu yurtning yo jonni yayratqudek rohiti yo'q, yo jonni og'ritqudek yomon yeri yo'q. U yoqqa qarasangmi qum, bu yoqqa qarasangmi qum. Hay, bu jonza", dedi hasrat chekib. Niyaz Hekimdakning do'st tortishidan İlyas Mirza tomuzda dog' ichib olgandekla rohatlanib ketdi va tamanno bilan dedi: "Ko'ringan tog' yiroq emas, begim. Oliylari Qashqariyadan o'tib, Jo'ng'oriyani ilkiga olsalar, Farg'ona tarafga yurish qolmaydi." İlyas Mirza Niyaz Hekimdakning oldida o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgandek gapining davomini yutib o'tdi.
Ular o'z tuyg'usida paydo bo'lgan shirin tush kabi bir xiyoliy dunyoning ishki ko'chasiga kirib, bir pas ot choptirgandan keyin haqiqiy dunyoga, ya'ni Xotanga qaytib kelishdi. Esidan yana nimalar kechdikin, İlyas Mirzo Qubulxonaning to'rt tarafiga sapsalg'ili turdi. Niyaz Sekinbek bu haromzodining hilqi sanduqi ko'zi tushib qolmag'aydi deb xavotirlanib turganda, u to'limdan to'qmoq chiqqandekli so'rab qoldi. Begim, bola chaqilari qayerda turyotidi? Yakandimi yo Xotandimi? İlyas Mirzo bu yerga kelibla Niyaz Sekinbekning hukumat ishidimi? Oshxizodimi, duo tilovatdimi bu Qubulxonadan chiqmaydiganligiga diqqat qilgan edi. Niyaz Sekinbekning tayyorliqsiz turgan payti qo'yilgan bu qiyin savoldan o'zini qochira olmaydiganligiga ko'zi yetdi-da, odati bo'yicha rangvozlikqa o'tdi. Uning hilali kuz osmonidek ochiq turgan chiroyi bo'ronliq atiyoz havosidek tutildi. Yosh lag'irlab turgan ko'zlarini uvlab, yetim boladek beshini qiyshaytib, burnini tortqili turdi. Niyaz Sekinbekning kayfiyatidagi bu o'zgarishdan ajablangan İlyas Mirzo Begim, eli bir obdan turadilar. Saqsiz bo'lib qolmagandilar. deb so'rab qo'yib edi. Niyaz Sekinbek g'ozdor odamdek mo'nglinib, Marhuma rafiqamning gapi chiqsila, ko'nglim buziladi. U bakli obdan nazm edi. U rahmatlik qachonroq vafot bo'lgan edi, begim. Buningga xeyli yillar bo'lib qoldi. Aran 2 kunlik o'rin tutib yetib, 3-kuni ko'z yumdi. Xudo bergan rizqi shunchalik bo'lsa kerak. Yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. Marhumadan qancha farzand qoldi, begim? Aslida Niyaz Sekinbek amdila balog'atga yetib haram beshi bo'lib yurgan kunlarida Dongdarin uni katta murosim o'tkazib o'ylab qo'ygan. Yeshi 40lardan halqiganda texi farzandlikmi bo'lib qolgan edi. Cho'ldagi sarabdek o'zgarib turadigan yakan vaziyati kunlarning birida sulola hukumati va sulola mansabdorlariga foydasiz bir holga kelib qoldi. Sargardonlikdan qutuldirib, otiliq mehrini bergan. Tarbiyasiga elib, o'z pushtidan tomgan o'g'lidan muchora bilgan Dongniyazning yuzsizlik qilib, isyonchilar tarafga o'tib ketishi Dongdaringa chidog'siz alam bo'ldi. Dongdarin xo'rlanishni, vijdon setishni o'limdanmi eg'ir bilib, oxirida xotin bolalarni boshlab o'q-dori ombirining o'g'isiga chiqdi-da, birdan yig'iza qilishgandan keyin g'onsisining o'tini dori ustiga qoqdi. Yer zaminni titratgan portlash ovozi bilan tang ular bu vafosiz olam bilan bir xil xo'shlashdi. Kishining ko'nglini yerim qiladigini, izzat hurmatini hammadan ustun bilib, o'lim yo'lini tanlab olgan bu pidokor jamoat orasida yana Niyaz Sekinbekning xotini va 11 yoshlik o'g'limi bor edi. Dongdarinning shafqatiga erishib, martabalik oilaning e'tiborlik a'zosi bo'lib qolgan bu langpunchining qizi erining kichkina mansabni deb o'z qavmiga Dongdaringa tuzkorlik qilishiga zodili chidab tura olmadi. Oldida tizlanib yolvurdi, yig'ladi, qaqshidi. Biroq yangi hukumatning qo'ltiqiga kirib olish uchun hamma nemisini qurbon qilishga tayyor turgan Niyaz Sekinbek ko'z yeshig'imi, yelinib yolvurishlarga pisand qilmadi. U isyonchilarning kuchini to'nib yetgan chaqdala Dongdarin va u elib bergan xotin bilan orini uch qilib etish o'yiga kelgan edi. Shunda qilib uning past tabiati oxir g'olib keldi. Bechora xotinini bosh ko'zi qon bo'lg'ichi dumbalab o'g'li bilan qo'shib uyidan haydab chiqardi. Al jamoatdanmi uyalmadi. Oxirida eridan yergangan va eri uchun nomus qilgan bechora ayol o'g'lini yetilgan peti Dongdarin bilan birga o'g'ziga chiqdi. Noshtalık dasturxon yig'ishtirildi. O'lpitining o'tmishiga qiziqib ketib, ishtaha chekini yodidan chiqarib qo'ygan İlyas Mirzo tovuzdek to'mpaygan qo'rsqini silab qo'ydi va kekirib oldida mo'nglinib o'ltirgan Niyaz Sekinbekka "Qani begim, bir duo qilib asila", dedi uni duoga taklif qilib. İlyas Mirzo duoga taklif qilish yo'li bilan Niyaz Sekinbekning parokanda ko'nglini ko'tarib qo'ymoqchi va chechilib ketgan diqqatini bir yerga jam qilib, rasmiy gapga jalb qilmoqchi bo'lib o'tadi. U "Hokim begim, yeydiganni yeyishdiq, deydiganni deyishdiq. Endi tog' orasida tishini bilib turgan necha yuz cho'moqchining ishini unutib qolsaqmi bo'lmas.
Bununla özleri nima deydi lekin? Kaminlari nima deydim? Meningcha bo'lsa, o o'g'irlarni bugunning o'zdili qil quyruq qilib, oldilarida hozir qilg'un ba. Qani, o'zlaridan kelsin. Sizlar cho'ng ostondan, yana kelib, olilarning oldidan kelgan odam. Yo'qsa, sizlar bu yerning hokim begi, xotanning o'ycho'nqirini obdan biladilar. O'zlaridan kelgan. Xo'sh, qo'yni qassob so'ysin degan gap ba. Yanıla o'zlaridan kelgani obdan. Qani, qo'liqim silidi. Anlasam, ostandan tortib bu yurtlargacha hamma odam o'zlarini pamparasatda to'shiq, jonbosliqda komil deb taraflarini qilishidi ekan. Xo'tanliklarning qo'ypaylimi o'zlariga yulduzdek yo'riq, oftobdek ro'shan. Demakchimanki, sizlar amir lashkar va uning lashkarlariga bosh bo'lib, tog'liqlarning ishini o'z qo'llari bilan bir yoqli qilibasizlar. Kamillari yurtni holimga yarasha idora qilib, har qaysiriga ha-hu deb tursan. Gumidagi qotillarga kelsak, ularni tog'ni tinchitib qaytib kelganlarida ondan ahvoli qarab bir ish qilamiz. Niyoz Ekinbek İlyas Mirzaning oqilona planini zo'r chidam bilan anglab o'ltirdi. Uning gapi tugmasdilla beshidan bir no'gay muzdek suv qo'yib yotgandekli cho'chib ketdi. Uning tasavvurida bu gaplar Lomzalli İlyas Mirzaning emas, balki ma'lum bir kishining og'zidan chiqayotdi. Faqat shu kishilar mana mushundaq abjil, atrofli planlarni o'ylab topalaydi. U o'zi yoqtirmaydigan, uyoq bu yoq qilaversa-mu ko'p ziyini tegmaydigan kishilarni o'ziga tutishayotgan o't ichiga mana mushundaq ishtiratdi. Natijada yo o'tni o'chiratdi, yo bo'lmasa ishtirilguchini ko'ydirib ko'zidan yiroq qiladi. Omati kelib qolsa o'tni o'chatdi, odamni ko'yatdi. O'zi bo'lsa teriqchilik ziyon tortmaydi. Hey, o'ylab topgan chorangni qaramandigan. Uchiq qapqanni oldiga qo'yib, dassa desam dassaveridi deb o'ylab qoldingmi? Qani ko'ramiz. Bu qapqanni oxir kim dassaydi ekan? Darvaqa, Qo'shbegining qo'rsqida qandoq jin borligi Niyoz Ekinbekka ayon edi. Niyoz Ekinbekning niyat iqbolimi Qo'shbegi uchun sir hisoblanmaydi. Faqat texi payti kelmagan orzu istaklar uchunla ikki qo'shqarning beshi bir qozonda qaynayotdi. O'tqa suvga o't aralashib turadi. Qo'shbegining o'ziga bo'lgan oli ko'ngilligi oshkoralanib qolgan taqdirdimi, aqlliq Niyoz Ekinbek bu kunlarda hargiz olqonga tukirib maydonga tushmaydi. Orini uch qilib etish, hatto oldi bilan qo'l silish deganlarning hammasi uningcha yo'lbosning og'ziga beshini tiqib bergandekli ish bo'ladi. Beshiga tig' tanglab tursa-mu chiroyiga kulgi yugurtish, yolg'ondan sadoqat bildirish, qasdan kalva bo'lib elish, xatarli davolardan tan bilan otlab o'tib, 1 yil, 2 yil, hatto 10 yillardan keyin yetib keladigan g'animat tayitlarni chidam bilan kutishlar eng oqilona tadbir hisoblanadi. Pah, ajoyib obdan plankan-ku bu. Abbas Mirzaning qissasini oladigan fursat oxiri yetib keldi-da. Obdan gap qildilar hokim begim. Bundoq fursat har kimga nisb bo'lavermaydi-da. Kamillari bilan amir lashkarning oldida 2-4 tal tog'chomoqchilariga cho'mildak ojiz bir nimalar. Shug'inisi ko'nglim bir vahimini tuyibli turdi. Deydisam texi, demaydisam texi. İlyas Mirza darhol uning oldiga o'tib elib, "Sizlar biz degan o'z odam, har qanday gaplari bo'lsa, totilmay davasizlar. Qo'limizdan kelishicha yordamda bo'lamiz." Ma'qul amsa, desam-day. Bu xo'tanliklar nihoyat yomon haq. Kech-kunduz to'polon qilish qasdida yurgan. Sizlarga ayon, oz lashkar bilan tog'chomoqchilarga tangaligili bo'lmaydi. Lashkarning hammasini taqqa otlantirsak, bu johil haq fursatni g'animat bilib, to'polon ko'tarib qolsa, o'chaqda hurmatli mirzamning jiniga talafot yetib qolmasaydi deb ansirayman. Bu haqlar shundoqmi qilami? Hey, bu haqlarni bir nima degili bo'lmaydi juma. Maslan Isoq, Abbas Mirza. Bo'ldi, oxirini demayli qo'ysizlar. Birov po'kiniga xanjar tanglagandek aloqzada bo'lib ketgan İlyas Mirza Niyoz Ekinbekning getining beliga tepdi. Qo'shuvimizni turib bir pas xiyol surib olgandan keyin amisi qanday qilg'uluq degan nazarda uningga tikildi. O'z hiylisining o'nim berganligiga ishongan Niyoz Ekinbek darhol hujumga o'tdi.
Hurmatli mirzamga bir maslahat bor. Sizlar biz bu yerdan bir qadamni qo'zg'almasak, tog' cho'moqchilarimi o'z oyog'i bilan kelib, qilichimizga beshini tutib bersa qandoq deydilar? Bu mumkin bo'ladimi? Mumkin bo'lmaydigan nimasi bor? Faqat kamillarning maslahatiga quloq solsalar, qolg'ini oson. Qo'lg'im sizlarda, hokim begim. Niyoz Ekinbek chaqqonlik bilan o'rnidan turib eshikka taqoq soldi. Qaytib kelib İlyas Mirzaga ro'baro o'ltirdi. Birining quliqi birining og'ziga, birining og'zi birining quliqiga chaplashdi. 40-bob ajoyib hiylalar. Jamiki muqaddas kitoblarning yaralmish qissalarida taqdir inson bolasining peshonasida deyiladi. Lekin Hazrati Odam, Hazrati Havvodan tortib, ularning pushtidan taralgan avlodlargacha hech kim birovning peshonasida taqdirning qilchaqliq izdosini ko'rgani yo'q. Yana ba'zilar har kimning taqdiri har kimning o'z olqinida deyishdi. Biroq almisoqdan tortib to mushu kamgacha jahonni bo'ysundirgan podshohlar, oddiy o'tinchilarmu o'z taqdirining tizginini o'z ilkida tutolg'ini yo'q. Aqallisi taqdir degan narsaning o'zini ko'rgan odam yo'q. Agar u rasulda mavjud deyilsa, taqdir butkul tasviriy va sifati bilan sog'lom sezgisidan ayrilgan bir asabiy sarongga o'xshaydi. Bu sarong odamzod orasida qo'yindek pirqirab yuradi. Hech sababsizla birovni xo'rlaydi, beshiga tosh etib, tishini sundiradi. Xolisi kuldiradi, xolisi yig'latadi. Ikkinchi qadamda yoki ati naga berib, nada to'xtaydig'iniga, yana kimlarni yig'latib, kimlarni kuldirdig'iniga hech kimmu, hatto munajjim Qur'on dolsarmu oldin bir nima deyolmaydi. Taqdir yana shuning uchun sarongki, u haq-nohaq oldida qoruq. Talaysizga koch, talaylikka sehi. Ojizni oni topudu, yomonni beshida ko'tiradi. Chanqoq yerga suv bermaydi. Daryo ustiga yomg'ir yog'diradi. To'lg'an vujudni muzlatadi, juvuliq tallarga optob ato qiladi. To'rilishib tushgan qo'g'inning tuyiga qiyirishqandek shumbuya undiradi. Mana bugun taqdir o'z tabiati bilan yana saronglik qildi. Burunmu tiliginini bergandek Niyoz Ekinbekka yana bir qitim tiliginini berdi. Xudolay bilan G'ushurbekmu bekor yatmos deb taxmin qilgan kunning atisila janda quloq kiygan ishga oshiq shaharning ishki darvozasidan g'ippida kirib keldida, ishki vaqtda bog'ning ishki tarafida Niyoz Ekinbek bilan Xufiyani uchrashdi. Xudolay va G'ushurbek mahramdan og'zaki ma'lumot aykelgan bu ishki oshiqning aytqanlari xuddi kelishib olgandekla o'xshash bo'lib ketdi. Oshiqlarning aytqanlaridan ma'lum bo'ldiki, Sanjuda u olamga safar qilgan Abbos Mirza beshining bir tuqqan enisi İlyas Mirza takabbur, mol dunyoga, mansabga omroq, lashkar ishidan bexabar, burnining uchini ko'radigan ahmaq, qo'rqinchoq odam ekan. Oksi Xo'ja Abbos Yoqubbek bilan Qashqariyaga ketgandan keyin u Farg'onada Molla Olimqulning yenida qoldi. Biroq oksi ketib 7 oydan keyin Molla Olimqul Toshkent shahrining qishidagi Ming'o'rik degan yerda o'rislar bilan urushayotganda o'q tegib o'libdi. O'z vaqtida Molla Olimqulni deb Xudoyorxondan yuz o'rgan Valixon To'ra, Kattaxon To'ra, Bek Muhammad Qurchi degan otamonlar Qo'qonga qaytxon bo'lgan Xudoyorxonning yana panohlik berishiga ko'z yetkazolmabdi-da, qoldi qotti 7000 lashkarini boshlab Buzurgxon To'rining yeniga qaytib ketdi. Bu 7000 qochoq orasida Yoqubbekka va aksi Xo'ja Abbosga zo'r umid bog'lagan Xo'ja İlyasmi bor ekan. Biroq Valixon To'ra Qashqar shahriga kiribla Buzurgxon To'riga bergan va'dasiga vafosizlik qilib, ko'ch-ko'ylarga nog'irchi so'naychilarni chiqiribdi va Zamon! Valixon To'ramning zamoni! deb jar soldiribdi. Bu holni ko'rib, quyuq chochlari tik turib ketgan Yoqubbek bularni bir yerga jam qilib, nog'ir so'naychilarni qilishdan o'tkazibdi. Valixon To'rini Yengizorga avatib ko'zdan yo'qotibdi. Boshqa otoman va lashkarlarga omonlik beribdi.
Ammo Muhammad Qurchi va boshqa otamonlar Yoqubbekning yakan xo'yzulari bilan hapilishayotgan fursatidan foydalanib, Buzrukxon to'rini Qashqarga atqichib, uni Yoqubbekka qarshi qo'yibdi. G'azablangan Yoqubbek Qashqarga kelib, Beg Muhammad Qurchini haydab chiqarib, uning otomon lashkarlarining beshini tenidan judo qildi. Faqat Xo'ja Ilyosni kechirim qilib, Xo'ja Abbosning yuzi bilan o'z xizmatida elib qolgan ekan. Vaqa yuz berib bir necha oydan keyin Xo'ja Abbos Xotin tavasida o'ldirilganda, Xo'ja Ilyos divanda mirzilik qilayotgan chog'lar ekan. U okisining o'limiga chidamaganmi yoki bu o'lim badaliga biror amal mansab undirib elishni ko'zlaganmi? Yoqubbekdan okisining qon qarzini o'z qo'li bilan to'ltib elishni iltimos qilg'ili turibdi. Xotandagi oyg'oqchilardan Sanjudan qochib ketgan bir necha qotilning xabarini elib, taqqa to'plashganlarning ishini tezdan bir yoqlik qilish ko'yiga tushgan Yoqubbek bir chalmada ikki paxtak so'qmoqchi bo'lib, Xo'ja Ilyosni Xotanga avatgan ekan. Uning Xo'ja Ilyosni Mirzabeshi mansibi bilan Xotanga avatishidagi muddaosimu Niyoz Sekinbekning qiyosi bilan uncha farqlanmaydi ekan. Oshiqlar bilan uchrashishdan keyin Niyoz Sekinbekning ko'z oldi pallida yurib ketdi. O'zini boqiy olamdek sirliq tuyulgan Ilyos Mirzaning siridan xabarlantirib, zulmatdek qorong'u jangaldan yo'l echib bergan qeri tulga qudolaydi. Sadoqatman qul O'shurbekdan emas, balki o'ziga yana bir qitim o'ng ko'zida qaragan taqdirdan xushal bo'lib, teni yayrab qin-qiniga patmayli qoldi. Oshiqlarni sehiylarcha in'om bilan yo'lga selib etgandan keyin Ilyos Mirzani bir tepikka arzimaydigan o'limchik laqva suratida ko'z oldiga keltirib, ixtiyorsiz kulib tashladi. Hey qo'shbegi, sen o'zingni dono chog'lamsan texi? Yo'q, sen dono emas. Dono bo'lsang, Ilyos Mirzadek bir nonqapini yenimga avatarmiyding. Mana mushundaq aqlsizligimni chandırib qo'ydigan chog'laringmi bor emasmi? So'rab baqay, sen sezgir qushning qopqonning yamchigini ehtiyot bilan yavilib, baxramon uchib ketganini ko'rganmi? Bilib qo'y, men ana shundaq sezgir qush oldida yamchikningmi, qopqoningmi holiga voy. Yana bir kechani heli uyiga chalma tizib o'tkazib etgan Niyoz Sekinbek atsila Ilyos Mirza bilan uchrashdi. Uni yangicha nazar bilan to'g'risi uzoqdan buyon o'zining soyisida loqma nesivisini sig'inib, lav yalab yurgan mahramlarga muomala qilgandek bir xil tuyg'uda kutib oldi. Xolar xolima salomlashib, og'zining yerimidala kulib qo'ydi. Uning bu kulgisida behisob masxara va mansitmaslik alomatlari yoshirinib yotadi. Qarashlarimu Oliga boqmay maydonga tushgan razgi chelishchiga mug'ambarlarcha ich og'ritish nasri bilan ko'z tashlayotgan yengilmas polvonning qarashlariga o'xshab ketadi. Ular yana lahatdek qorong'u qubulxonaga mahkam bekinishdi. Boshqacha ruhlanib qolgan Niyoz Sekinbek Ilyos Mirza ko'rsin degandek uzun belaklarini xuddi lag'man suzayotgandek kerib, og'zini terak kamaradek echib, ko'zlaridan yosh chiqib ketguncha asnab oldi. Bir kechining ichidala bo'sh tog'ordek so'lishib, jo'g'i kichiklab qolgandek ko'rinayotgan Ilyos Mirzaga qarab, "Taqsir, tog'dagi cho'moqchilarning ishini qanday qilamiz? Kamina hokimbeklari amir lashkar bilan billa lashkar tatib o'yaga boraymi?" dedi erinsizla qo'liqini qo'llab etib. Ilyos Mirza puti ko'ygan to'xudek turolmayli qoldi. "Yo'qsa janoblari, toqqa hargiz ketmasizlar. Tunugungi gaplarga qaraganda, toqqa bormay turibmi, ularning putini bir poy o'tikka tiqishning amali bor ekan-ku." Ilyos Mirza xuddi Niyoz Sekinbek hozirli yenidan ketib qoladigandek chaqqonlik bilan uning yengini tutib elib, yelingan ohangda dedi. "Hokim begim, sizlar biz ko'p avori bo'lmoqdek bir yo'l topili. Ma'qulmi? Mubodi ketib qolsizlar." Agar Ilyos Mirzani burnidan chuluk o'tkazilgan o'kuzdek xohlagan tarafga yetilmaydiganligiga ishonch qila olmagan bo'lsa-edi, Niyoz Sekinbek bundoq savolni o'tirg'i tashlab o'tirmaydi. O'zi suv kirmaydi deb qaragan bir yurish murakkab plan uning qalbida oyoqdagi oshdek tayyor bo'lib qolgan edi. U faqat armak kuchilla Ilyos Mirzani qopoqdek qo'ldiriltiyotdi. Raqibini bundoq qo'ldirilitish, qo'rqitish, sarosimiga selish, hatto yelindirish uningga cheksiz rohat va huzur bag'ishlaydi.
Qon qiniga singib, tomirlarga tarqalib ketgan manmanchilik xumorimu shuning bilan oz to'la besiqib qoladi. Niyoz Sekinbek uyan buyan mengib, qabulxonaning o'ttirsida o'ltirgan İlyas Mirzani baho qo'yayotgan melining qimmatini dangsayotgan qiyrbedikdek ko'zitib chiqdi. Ko'zitib etib, mushuk andir puravotgandek xumorlashgan ko'zlarini İlyas Mirzadan zodili uzmadi. Uning oldiga kelganda chippidili to'xtab, "Hurmatli mirzam, gap yuzda yaxshi, usul tuzda degan bir gap bor. Kaminlari gapi ochiq odam. Deydiganni oldilarida davolay. Birinchidan, kaminlarining deginiga ko'nidilar. Ikkinchidan, o'zimini yeydilar-yu, sepini so'ramaydilar. Uchinchidan, og'izlariga ega bo'lib, maqsadga yetguncha oramizda bo'lgan gap so'zlarni hech kimga tinmaydilar. Gap mana shu. Ma'qul desilar mayli. Ma'qul demislar, kaminlari ataliq g'ozning yo'lini tutib, tog'chi mahsullarining ustiga hozirli lashkar tortaman. Qolganini o'zlari bilgaylar. Gap tamam, vassalam." Niyoz Sekinbek gapini cho'rtli uzivatdi. Qo'lini jallod gunohkorning bo'yniga qilich solgandek silkidi. Hozirla mushlishidigandek jiddiy tus olgan chiroyi o'lim vahimasidan iztirobga tushgan İlyas Mirzani texmi qo'rqitivatdi. Rahmatli akamning qotilini tutib, ataliq g'ozi oliylarining topshiriqini bajo keltiradigan ish bo'lsa, nima desizlar shu janoblari? Dedi u yelingan holda. Niyoz Sekinbekning g'o'ri yeyotgandek turilgan qo'shumisi birdilla echilib ketdi. Burni bilan yuz go'shtlarini ayirib turadigan ikki yo'l qo'riq texmi cho'nqirlashib, lavlariga qanoat kulkisi yamashdi. Sal qizirib, yashang'irib turadigan ko'z jiyaklari atrofidami bir qancha tal ko'ndilang siziq paydo bo'ldi. U bolasini erkalatgan mehribon otidek İlyas Mirzaning dumbisiga bir qanchani shapaloqladi va dungdarining talaffuzini do'rab, "Yaraydi, Mirza bishi yaraydi." İlyas Mirzaning Qashqardan akelgan maxfiyatining qilin pardasi ko'ni qog'ozdekli yirtib tashlandi. Niyoz Sekinbek gumidagi qotilning yoshiringan yerini ujur-bujurg'icha belib olgan hamon xususiy mahramlardan 10 necha kishini sapga turg'izdi. Qomchisidan qon tomadigan bir yasovul beshini bosh qilib, ensijinga to'ydirmay gumi tarafga otlantirdi. Butkul planiga emas, balki o'zining taqdiriga aloqador bo'lgan bu tunji qadamini ehtiyot bilan besish uchun bu ishni amir lashkar va qozi lashkarlardan pinhon tutdi. Niyoz Sekinbek qotilni tutishga oldiravotdi-yu, lekin jinning qasdi shaptuldi edi. Qotilning yenidagi chiroyli ayol uni qotildan bekrak qiziqtiradi. Agar o'sha chiroyli ayolni qo'lga tushira olsalar, butkul ishi tog' to'pisidan do'miltib etilgan qo'ram toshdek o'zligidan yurishib ketadi. Shunda qilib shahar darvozasidan cho'lpon tug'masili chiqib ketishgan yiliqi ko'ni choponliq mahramlar oradan bir hafta o'tar o'tmayla bosh ko'zi qonga bo'yalgan Karimqul bilan uning talaysiz xotini Gul oyimni chambarchoz bog'lab oldiga solgan peti o'rdiga qaytib kelishdi. Niyoz Sekinbek ularni bir eg'iz so'roq qilmayla Ponsat zindoniga qamitivatdi. Aslida Karimqul bilan Gul oyim shamol o'tib ketguncha ko'kterakda turib qilishni qaror qilgandan keyin Mir Ahmad okalar loyiqida to'y o'tkazib, ularning beshini qo'shib qo'ygan edi. To'ydan keyin murod maqsadlariga yetib, visoliga qiynishgan yosh er-xotin kichikini bir hujrani makon tutib, g'am-g'ussasiz turmush kechirishga boshladi. Karimqul bekor yurishni xohlamadi. Tuqqanlarining etis eriq ishlariga qarashib, ularning qo'lini sovutdi. Qo'li Gul oyim bo'lsa, qo'shni qo'limlarning yangi ishini qilishib, oz to'la pul tepib, osh taomga tam qo'shdi. Bug'doy o'rmisi boshlangan tomuz ko'zlari edi. Uy keynidagi o'riklar to'kimi bo'lgan. Qoyoqdandir o'rmichilarning varang churonglari, mo'ngluq va larzon xomon naqshlari olinib turadi. O'shu varang churong, o'shu naqshlar qo'liqiga kirib qoldimi yoki uyda yolg'iz o'tiraverishdan zerikdimi, Gul oyim bir besib, ikki besib, onchi yiroq bo'lmagan yerdagi bug'doy xominiga kelib qoldi. Onmu ijari yerning bug'doyini burroq yig'ib elishga oldiravotgan Mir Ahmad akamu, Oyshamxon ochimu, Karimqulmu tong sahardan buyon mushi yerda edi. Bosh ustida sangilib turgan quyosh o'tqoshdek yelinjab, zamin ustiga o'tchashmoqda edi.
Yazning tonurda qiziq taptida qurib, quruq bedidek churklashib ketgan bug'doy g'o'llari xomon o'ttirsidagi mo'mi yog'ochni davr qilib cho'rgilayotgan eshak va to'poqlarning oyig'ida charsildab ezilatdi. Karimqulning quloqlarini mota potidek sangiltib ketayotgan ho'run eshaklarga qamchi urishlari xomon atrofidagi baraqsan o'rik daraxtlariga qo'nib elib, donmorib yotgan qushqashlarni cho'chitib etdi. Shaharda tug'ilib, shaharda cho'ng bo'lgan Gul oyimga bir to'p hayvonning bir tal yog'ochni cho'rgilab to'xtamay pirqirashlari qiziq tuyuldi bo'lg'ay, xomonga notlarni sangilatib turgan cheqir ujmidan bir g'ulash kelgudek bir tal chiviqni sundirib oldi. Uni havoda polanglatgan peti qo'shang to'poqlarni savdig'ili turdi. Xuddi bir dövi unchini hozirli ezib qip-qizil chesh qilmoqchi. Tog'orga qochilab aketmoqchi bo'lgandek birdan muoram olmadi. U kichik o'g'il akelgan muz suyini o'tlab bo'lib, amdili beshini ko'tarishiga xomonda sapoyi ovozi anglandi. Xomoning xizri keldi, ya do'stlar. Zakotingni ber bandanga, ya do'stlar. Sehilaning joyi bo'lg'ay jannatda. Sherik qilgin nisibanga, ya do'stlar. Ya Allahu, ya Allah. 70 quroq jandi kiygan bir devona xomonda xuddi shamol uchirib kelgandekli paydo bo'lib qoldi. Sapoyi va munojat ovozi bilan tang o'z ishi bilan band bo'layotganlarning hammasi beshini ko'tarishdi. Ko'rib turibdilar, texi chash chiqmadi oxunim. Atugin kilala, shu chaqda nesibilarni jazman qo'llariga tekkiziman, dedi Mir Ahmad aka xomonga unch tashlab etib. Devona tiklab qo'ygan qaranchuqdek turgan yeridan ozroqmi qimirlab qo'ymadi. U Mir Ahmad akaning so'zlarini anglamagandek, kiyik mungisidan qilingan kichik sapoyisini xuddi tugman teshini ko'targandek kuch bilan ko'tarib, hadab murisiga uratdi. Echirqab ketgan buvoqning yig'i ovozidek inchka ovozi bilan to'xtamay munojat o'qiydi. Javg'aylarda paydo bo'lgan nuq cho'nliqidagi oppoq ko'pik sapoyi ritmiga agishib ko'tarilib pasiyatdi. Binamdagi yovi cho'pdak o'sib ketgan soqol burutlari orasidan murdaninkidek tatargan chiroyi oran-oran ko'rinib turadi. Attidan bechorlik yig'ib turgan bu kishiga ichi og'ritib qoldimi? Gul oyim yugurib berib, ujmi ostidagi oli xurjundan bir zag'rini sug'urib oldi. Ondan qo'shang to'poqlarni oldiritayotgan Karimqulning quliqiga bir nimalarni deb pichirladi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Eshakka ta'tir mindirib sazoyi qilmoq, yo ko'shki silib, cholni kesak qilmoq kerak. Shariatning jazosi mana shu. Niyoz Hekimboy cholni kesak qilmoqchi bo'lgan bu ojizaning urug' tuqqanlarining, yurtdoshlarining bu yerda pay kutib turganini zinhor uqmagan gap. Bo'lmasa, u bunchalik hadidan ishqi petinolmaydi. Bu taqdi yetivaguncha tavakkul qilib boqqanmi tuzuk. Niyoz Hekimboyning o'lim tiklashkardirdan qo'rqqan jonni ishtiq tashlab bagilik. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi